Qani yangam? Keling bitta sizga zarchofon kiygizay. Zarchobon kiygizayingizki uylagim kelib qolsachi mana. Bitta shu yerdan Buxorodan uylantirib yuboramiz. Besh. Opa singildan topayman. Nima uchun? Ikkalamizgami? Bo'ldi, tamam. Yanga mana ko'rdingizmi mana? Hali sizni do'st bildimmi? Xom sut emgan bandayim. Mana maktabda ham shunaqamidingiz, sho'xmidingiz? Shunday. Sho'x edingiz. Yangamdan qo'rqmaysiz-ku, to'g'rimi? Bizmi? Yo'q, endi sal-pal hurmat qilamiz-da. Salpal hurmat bu, salpal qo'rqishmi shunda? Yo'q, nima uchun? Mana qarang, mana men uylanmaganman hali. Mana xotindan nimaga qo'rqiladi? Uradimi u? Bilmadim lekin. Chimchilaydimi? Nima qiladi? Nima shunday mana sochlar to'kilib ketadi? Siz uylansangiz keyin bilasiz. Ayting shuni sirini. Endi uylaning keyin bilasiz. Ayt olmayman. Yo'q, aytolmayman. Tilim bor lekin ilojim yo'q. Shunday. Oxirgi marta yangamga qachon gul berdingiz? Kechang 8-martda. 8-mart kecha emas, 3 oy oldin bo'lib qoladi. Nishangada bo'ladi. Boshqa sabab bo'lishi kerak emasmi gul berishingiz uchun? Yo'q, u uchun vaqt yo'q. Hozir telefon qiling yangamga. Ha, shu yerga. Qani? Qani? Qani yangam? Qani, u faqat qo'shib yuradi. Xotiningizni topa olmayapsizmi? Ay, shu. Ey, bu yo'qki. Yo'q, keling. Mana masjiddan turib, men seni sevaman deb baqiring. O'shanimi? Ha. O'shanimi emas, xotiningizga ayting. O'sha. Men seni sevaman. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin olma, shu bo'lib bo'laman. Bunchalar zo'rsan.